Bismillahirrahmanirrahim. Sura Maryam. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbika abdahu Zakariya. Bu Parvardigoringning bandisi Zakariyaga qilgan marhamatining bayonidir. إذ نادى ربه نداء خفيا. U o'z vaqtida Parvardigoriga past ovozda munojat qildi. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. U aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chechim oqardi. Parvardigorim, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Men tağıllarımның balalarının o'rnini basalmaslıqlarıdın, yani dinni qo'ldan berib qo'yishlaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim, uni sening roziligingga erishadigan qilgin. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Allah aytdi ki: "Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahyo ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik." قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zakariya aytdi: "Ayolim tug'mas tursa, men qeyrib mukchiyib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin?" قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Nido qilgan farishta aytdi: "Ish ana shundaqdir. Parvardigoring aytdi: Bu men uchun osondir. Seni men yaratdim. Holbuki sen burun yo'q eding. Ya'ni seni yo'qdan bor qilgandek Yahyoni ishkinglardan to'raldirishga qodirman." قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Zakariya aytdi: "Parvardigorim, ayolimning homildor bo'lganligiga menga bir alomat qilib bersang." Allah aytdi: "Sening alomating shuki, saq turib 3 kech kunduz kishilarga so'z qilolmaysan." فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Zakariya namozgohidan qavmning oldiga chiqib, ularni atigan oqshomda tasbih aytishga ishorat qildi. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda uningga
ey Yahyo, kitobni, ya'ni Tavrotni tirishib o'qig'in, dedik. Uningga balaliq cheg'idila aql farosat ato qildik. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzasidan shundoq qildik. Yahyo taqvodor edi. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Uni ota-onasiga ko'yimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquchi, Parvardigoriga osiylik qilg'uchi bo'lmadi. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. U tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabrdan turg'izilgan kunida Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikka erishidi. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgin. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. U perde tortib kishilardan yoshirindi. Uningga bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdik. U Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Maryam aytdi: "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening cheqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga cheqilmagin." قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Jibril aytdi: "Men sana bir pok o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman." قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Maryam aytdi: "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men fahisha qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il balam bo'lsin?" قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir. Lekin Parvardigoring aytdi, u menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Tolgaqning qattiqligi uni yo'lini bilish uchun bir xurma darxining yeniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu. Kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Jibril uningga xurma darxining ostidan nido qildi: "G'am qilmagin. Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi." وهزي
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Xorma darxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishqon yangi xormalar to'kiladi. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Bu şerin xormadan yegin. Bu tatliq sudun ishkin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Maryam bu vaqtni, ya'ni İsa alayhissalomni ko'tirib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ey Harunning hamshirisi, sening otang yomon odam emas edi. Oningmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular böşükteki bu vaqqa qandoq so'zlaymiz dedi. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Bu vaqt aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandisiman. Menga kitobni berdi. Ya'ni İncilni berdi va meni payg'ambar qildi. Ya'ni qildi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Qayerda bo'lay, meni barakatlik qildi. Hayotli bo'ladiganman. Menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir, shaqi qilmadi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikka erishiman. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Ani shu İsa ibn Maryamning qissasidir. İsa ular datalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah'ның şaniga balысы buluş layık emas. Allah balıdın, şeriktin paktur. Allah birer işini irade kılsa, onunla vücudka kel deydu da, o vücudka kelidu. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Allah hakikaten mening parvardigorimdir. Sizlarningmi parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. İsa'nın işi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chog'da kofirlarga voy.
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida, quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. U chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomatni inkor qilmoqdadir. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Zeminga va zemin ustidagi barchaga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytariladi. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İbrahim qissasini bayon qilgin. U haqiqatan to'liq rostchil payg'ambar edi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Öz vaqtida İbrahim otasiga aytdi: "Ey ota, nimishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan?" يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ey ota, manga sen bilmaydigan ilimlar nozil bo'ldi. Manga ergashgin, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Ey ota, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga kelishimdin, shaytonning hamrohiga aylanib kelishimdin qo'rqaman. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. U, ya'ni Azar aytdi: "Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen munda qilishdan yonmasang, cho'qim seni tosh kesak qilib o'ldiraman. Uzoq zaman mendan yiroq turgin." قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. İbrahim aytdi: "Sana amallik bo'lsin. Parvardigorimdan sana mag'firat tilayman. Allah manga haqiqatan mehribondir." وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. U ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaridan yiroqlashdi. Uningga biz
Ishoq bilan Yaqubni ata qildik. U ikkisining har birisini payg'ambar qildik. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Ularga bizning rahmatimizni ata qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan ham rasul, ya'ni elchi, ham payg'ambar edi. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Uningga biz Tur teg'ining o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Uningga biz marhamat qilib qerindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Parvardigorining dargohida uning roziligiga erishgan edi. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. ورفعناه مكانا عليا. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allah'ның nimetiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhissalomning naslidandir. Biz Nuh bilan billa kemiga solganlarning naslidandir. İbrahimning naslidandir. İsroil, ya'ni Yaqub alayhissalomning naslidandir. Biz iymonga hidoyat qilgan, payg'ambarlikka tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chog'da sajda qilgan va yig'ilgan holda zaminga yiqiladi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafsi xohishlariga agashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortdi. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Tavba qilgan, iymon aytgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ani shularla jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kemaytilmaydi.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. U doimiy turalg'u bo'lgan marhamatlik Alloh bandalariga va'da qilgan, ular ko'rmay turib ishongan jannatlardir. Allohning jannat bilan qilgan va'dasi cho'qim ishqa oshidir. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Ular jannatda behuda so'z anglamaydi. Faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atigan oqshomda ko'ngli tortgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turadi. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib beradigan jannat ana shu. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi kaynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. O osmonlarning, zemin va ularning orasidagi shay'larning parvardigoridir. Uningga ibodat qilgin. Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sheriki borligini bilamsan. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. İnson, ya'ni o'lgandan keyin tirilishiga e'tiqod qilmaydigan kofir. Men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. İnson biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni aslamamdi. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta ularni ozdirgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannamning cho'risida tizlandirib o'ltirg'izgan holda albatta hozir qilamiz. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga eng osi bo'lganlarni tortib chiqaramiz. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ondan biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Sizlarning ishinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishimi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizlinib o'ltirgan holda qo'yamiz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chog'da kofirlar
mo'minlarga ikki guruhdan qaysisining o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Ey Muhammed, aytqin ki, kimki gumrohlikda bo'ladi ekan, marhamatlik Allah uningga muhlat beradi, toki ular azob yoki qiyomatdan iborat Allah ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Allah hidoyat topquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Boqiy qoladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod beriladi degan odamni ko'rdingmi? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. U g'aybni bilganmi? Yoki marhamatlik Allohning ahdiga erishganmi? كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. Hargiz undaq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Uningga beradigan azobni kuchaytimiz. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. Uning deganlarini, ya'ni melini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarining shafoati bilan Allohning oldida izzatlik bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Ish ularning gumon qilganidek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylanadi. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtiradi. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Ularning halok bo'lishiga oldirab ketmagin. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz.
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'la olmaydi. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. لقد جئتم شيئا إدا. Sizlar shak shubhisiz qabih bir so'zni qildinglar. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumram bo'lib ketgili tos qoldi. أن دعوا للرحمن ولدا. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Shak shubhisizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar uchun Alloh haqiqatan ularning dillarida muhabbat paydo qiladi. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan birer ahadini ko'ralamsan yoki ulardan birer pas ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozini anglag'ili hech ahadi Qur'on Karim abdi tali